Vodiydan toza assortimentdagi teraklarimiz kelibdi. 4 metr, 5 metr, 6 metrliklari bor. Hozir sizlarga shular haqida ma'lumot berib o'tamiz. Bugun 2 fura kelgan ekan. Yangi bozor Halqabod Persizdaman, Sardor og'amni les zavodindaman. Shunday desam bo'laverami? Vodiydan mana shu 4 metrlik, 5 metrlik, 4,5 metrlik xalaqan razmerda kesilib kelgan teraklar assortiment terakda. Diametrindami, uzunlig'indami har xil razmerda bor. Her xil razmerda 4,5 metrlik, 4 metrlik shamshot degan teraklar bo'lgan. Shamshot. Ana shu emindan hozir oqshom kelgan, rangi sal qoraroq lekin qattiq. Mix qaqsam mix o'tmaydi xili bu. Bu dum qattiq material. Tekis ekan, ha? Tekis. Bular Vodiydan kelib turibdi. Vodiydan, Vodiydan, Marg'ilondan kelib turibdi. Namangan Norim degan joyimdan o'sha 4,5 metrligimda dum chiroyli vejlarimiz bor. Shuni bir ko'rsatib o'tingda. Yana har xil uzunliklar bor ekan, ha? Har xil razmerda keldi-da. Hozir biz bir odamdan, 2 odamdan vej olib o'tirdik. Hozir bir 6 odamga o'tdi-da, 6 odamdan vej olib o'tiribmiz. 6 odamdan terak olib o'tiribmiz. 6siniki 6 xil razmerda, 6 xil narxda. Shuning uchun hurmatli Instagram kuzatuvchilari, xalaqan razmeringizda materiallarimiz bor demoqchimiz-da. Xalaqan razmerda. Şu sizlarga kerak razmerlar, misol hozir puli 6 metrliklarda avval 2 xil sorti bo'ladi edi, 3 xil sorti bo'ladi edi. Hozir 6 metrlik teraklarimizni 5 xil sorti bor, 5 xil. 60 ming so'mdan 350 ming so'mgacha 6 metrlik vejimiz bor. Strapilimi bu, pragonga ishlatganimi, polchina ishlatganimi, xili. Razmerda turi ko'p. Hozir aytaman, 6 yerdan kelib turgan vej bo'lgandan keyin 6 xil aytib beradi. O'tgan safar 5 ming so'mdan terak bor degan vaqtimizda ertangiz azon bilan mototsiklda bir odam keldi, "Menga shu 5 ming so'mdan berasan shu terakni", hammasi yig'nab olib ketib qoldi. 48 dan bor ekan, ha? Ha, bular ham bugun keldi mana lapsha. Garbilondan ishlatib turibmiz buni, garbilondan. Buni kvadratga desa kvadratga ham beramiz, donaga desa donaga ham beramiz. Kvadratini 32 ming so'mdan beramiz, donaga desa 13 ming so'mdan beramiz. O'sha bir donasi 13 ming so'm. Hammaga hozir novini ko'rsatishingizdan qat'iy nazar hammasi hamma narxina qiziqadi. Yana narxi pul bilan tanishlar yaxshi. Hammaga bor ana. Hammaga narx qiziq bo'ladi. Vejni sifatini kelganda ko'radi. Narxi Muhammed o'zlarimiz ham Instagram ko'rib o'tiradigan bo'lsak, "Ey pulini aytsana, qo'ysana boshqa gap so'z" deb o'tiramiz ichimizdan-da. Shuning uchun pulini aytib o'taveramiz. Endi 5 metrliklarimiz bor yana 180 ming so'mdan shuna. Ya'ni aytgan so'nggi yog'ochlar bor, oyna eshiklar bor, chiqqan darvozalar, temir oyna eshiklar 500 ming so'mdan, unda temir isi 1,5 million so'm, 1 million so'mga berib beramiz. Xohlasangiz bonusini qo'shib ham beramiz. Ko'proq material oladigan bo'lsa, va qo'shib arzonroq etib beramiz. 5 ming so'mdan 350 ming so'mgacha terak mahsulotlarimiz bor sotuvda. Lekin yana bir qiziqli yerini tushuntirib o'tsam, mana ob-havo issiq, ham ko'p odamlar kuni bilan ishlaydi, kechda qayerga borib olsak ekan, kechki bozor yo'q yechada biz 12 gacha ishlab turibmiz. Kechki 12 gacha. Kechasi ham tursa bo'ladi. Kechasini 12 gacha shu yerda projektor, kameralar ishlab turibdi. 12 gacha shu yerda xizmatdamiz. Azondan chiqamiz boshlanadi. Azonga soat 8 dan kechki 12 gacha shu yerda xalaqan terak mahsulotlaringiz, reka, taxta, strapil mahsulotlaringizni kelib ekitsangizlar bo'laveradi. Taxta yog'ochlik, ishlaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Xohlagan assortimentdagi taxta yog'ochlaringizni olsangizlar bo'ladi. Ishi bor odamlar kechqurun uyga kelganda 1 soat, 1,5 soatga kelib turib, xohlagan mahsulotini ustasi bilan kelib turib, olib berib, orqaga ertangi azonda ishga ketaversan bo'laveradi. Endi ishdan qolib yurmaydilar. Gurlanga, Urganchga ketib qiynalib yurmaysizlar. Masalan, yarim kechasi kech bo'ldi. Ertang boramiz deb o'tirmaysizlar. Bega yarim kechasi ham kelib xarid qilsangizlar bo'ladi. Suyuqlar yonib turadi, xohlaganingizni ko'rib, shuni xarid qilib olsangizlar bo'ladi, ha? Hech kim bega kelib turib vej olmay ketmaydi. Nima uchun desa, 10 ming so'mlik ish kerak desa 10 minglik ham bor. 80 ming so'mlik kerak desa 80 minglik ham bor. 100 minglik desa aytgan xohlagan razmeridan bor. Hech bir narsadan netib bo'lmaydi. Xohlagan razmerida vejlar bor. Bu dargohdan hech kim norozi bo'lib ketmagan. Bo'lganda bir narsa aytasiz, hurmatli do'stlar. Sardor aka, qarang, hamma reklama etgan vaqtda adresini tushuntiramiz-da. Ko'p odam haligacha adresini tushunmay turibdi-da. Nerda u deyuradilar-da. To'shni adresini yana tushuntiringlar. Buni hozir qisqacha aytib tushuntiradigan bo'lsak, avvalgi qadimgi misol hozir bir 60-70 yoshidagi, 50-60 yoshidagi odamlardan so'rasa, chat ko'pir deb aytiladi. Chesti shunda chat ko'pir bo'lgan, hozir beton ko'pir bilan. Shunda chat ko'pir bo'lgan. Persiz chat ko'pir. Araqi Komsomolga o'tib ketadi, Begovatga o'tib ketadi. Xiyoga o'tib ketadi araqi. Bu yog'imiz Ko'na Shovot yo'li, bu yog'imiz Toza Shovot yo'li. Yangi bozor Persizning prikruskasida.
Svetofordan hava. Yo'ldosh ota to'yxonasidan qarab o'tib. Bu yoqda Yo'ldosh ota to'yxonasi, bu yoqda endi o'zingiz Persiyada Pulkurskiyasi. 4 yo'l svetofor. Banner ham chiqarib qo'yibdi Sardar Les deb yo'lda ko'pirga yetmay o'ngga aylanasizlar. To'g'rimi? Hava. Agar tushunmaydigan savollaringiz bo'lsa, telefon nomerini video ostida qoldiraman. Bemalol Sardar og'am bilan bog'lanib, xohlagan assortimentdan taxta yog'ochlaringizni sotib olsangiz bo'ladi. Aytib o'tganimizdek, Gurlan, Urganch, xohlagan yeringizga borib solishtirib ko'ravering. Shu yerda arzon narxda bo'ladi. O'zi olib yurganlar ham ko'rib yuribdi, kommentariyada ham yozib o'tdi. Zo'r yog'ochlar bor ekan dedi, oldik deb yozib turibdilar. Agar sizlarga kerak bo'lsa, bemalol kelib xarid qilaverasizlar. Sardar, rahmat. Bo'ladi, sog' omon bo'ling. Sog' bo'lasiz. Yaxshi.